Binafsha shu'lasi, o'ninchi qism. Gullar orzusi. Ko'zlarini qamashtirgan nur tarqagach, hayo chayqalayotganini sezdi. Bu kuchli shamol ta'sirida bo'layotganini his qilardi. Tebranish tufayli qarshisidagi narsalar ham yaxshi ko'rinmayotgandi. Lekin unga yaqin joyda qandaydir suhbat eshitilib turar, ammo ularning nima deyotgani to'liq anglab bo'lmasdi. Kutilmaganda hayo, shamol bugun chiroyli ko'rinishimni buzishga rosa bel bog'lagan ko'rinadi, degan ayollarga xos ovozni eshitdi. Ketidan boshqa ayol unga javob qaytardi. Shamolni ayblama, xunukligingning boshqa sabablari bor. Birinchi ayol g'azab bilan masxaromuz ohangda unga javob qaytardi. Har holda iforim nam tortgan yerning hidiga o'xshamaydi. Suhbatga boshqa bir hayqirgan ovoz eshitildi. Ikkovingiz ham tortishni bas qiling. Shamol tinay deb qoldi. Hayoning tanasi chayqalishdan to'xtay boshladi. U o'zidan kuchli bosh aylanishini his qilayotgan bo'lsa ham, atrofdagi narsalarni tiniqroq ko'ra boshlagandi. Hayo yanada aniq ko'rish uchun ko'zlarini ishqalamoqchi bo'lib qo'llarini ko'tardi. Lekin yam-yashil barglar ko'zlarini berkitayotganini ko'rdi-yu, qattiq baqirgancha uzoqroqqa qochmoqchi bo'ldi. Ammo oyoqlari qimirlamasdan yerda mustahkam turaverdi. Hayo hayron bo'lgancha pastga qaraganida oldingi tanasi yo'q ekanini, uning o'rnida tuproqqa qadalgan yam-yashil uzun poya turganini ko'rdi. Hayo tezlik bilan boshini ko'tarib, kuchli xavotir aralash hayajon bilan atrofni ko'zdan kechira boshladi. Qarasa, qarshisida ulkan pushti gul turibdi. U hayron bo'lgancha hayodan so'radi. Senga nima bo'ldi, Nargiz? Hayo o'ziga yaqin turgan katta gulni ko'rishi bilan unga qarab qichqirdi. Qochishga urinib, bor kuchi bilan qimirlay boshladi. Lekin hayoning urinishlari besamar ketdi. Pushti gul esa uni taajjublangancha kuzatib turaverdi. Bir payt uning yonida boshqa bir oq mitti gul barglari bo'lgan o'simlik bo'y cho'zib turardi. Piyozgul, Nargizga nima bo'ldi? Piyozgul sariq nargiz shaklidagi hayoga taajjublangancha tikilib turdi. Bilmadim, Yasmin. U hali ham bizni silkitib tashlagan kuchli shamol ta'siridan chiqmagan shekilli. Ularga muqobil tarafdan biroz uzoqroqdan qip-qizil gul bo'y cho'zib, uf tortgancha gap boshladi. Unga nima bo'ldi? Nega o'zini bunaqa ahmoqona tutmoqda? Piyozgul qizil gulni mensimasdan masxara qildi. Atirgul, o'g'itingni yeyishda davom et. Oraga suqilma. Atirgulning yonida turgan oqgul xavotirlangancha Yasmindan so'radi. Nargizga nima bo'ldi? Nega bunaqa qaltirayapti? Hayoga xavotir bilan qarab turgan Yasmin javob qaytardi. Unga nima bo'lganini bilmayman. Arabgul. Shamol to'xtaganidan beri shu ahvolda. Gullar orasidagi suhbatni tinglab turgan hayo birozdan so'ng o'zi ochgan kitobchaning voqealar ichida yashayotganini anglab yetdi. Hayo bu safar barcha narsani to'liq yodidan chiqarmagan edi. U o'z ismini va kitobchani unga Amin berganini esladi. Lekin Aminning yoki o'zi tanigan boshqa odamlarning ismini eslay olmadi. Ammo hayo birinchi kitobdagi Arandas bilan o'tgan hayotini aniq-tiniq eslayotganidan hayratga tushdi. Darhaqiqat, hayo Arandasni juda sog'ingandi. Bir necha daqiqadan keyin hayo xotirjam bo'lib qaddini rostladi va uni xavotir bilan kuzatib turgan gullarga birma-bir nazar so'ra boshladi. Hayo biroz hayajonlanib gap boshladi. Yaxshimisizlar? Atirgul jahl bilan hali bu bema'ni hazillaringdan birimidi, dedi. Yasmin xavotirlanib so'radi. Ahvoling yaxshimi, Nargiz? O'zi tushib qolgan g'aroyib vaziyatdan esankirab turgan hayo bo'layotgan voqealarni yaxshiroq anglashga va vazminligini saqlashga urinib javob qaytardi. Ha, yaxshiman, xonimim. Yasmin o'zini biroz orqaroq tortgancha belini ushladi. Xonimim? Xoniming deganing nimasi? Nima demoqchisan? Piyozgul boshini silkitgancha kuldi. U o'ziga kelganga o'xshaydi. Yana o'zining qovushmagan hazillarini qila boshladi. Arabgul xavotirlanib, boshqa bunday qilma, Nargiz, bizni rosa qo'rqitding-ku, dedi. Piyozgul, juda oshirib yubording. Atirgul Piyozgulga o'qrayib, uni koyidi.
Ey baqaloq, dugonang bo'lgani uchun uning yonini olyapsan-a? Yasmin Atirgulga unday dema. Barchamiz dugonamiz. Oramizda hech qanday farq yo'q. Atirgul, farq bor. Men oralaringizdagi eng chiroyli va muattariman. Shuning uchun sizlar menga hasad qilasizlar. Piyozgul faqat atrofdagilarga eshitiladigan ovozda to'ng'illab qo'ydi. Va eng ahmog'i. Atirgulning jahli chiqib ketdi. Ey beso'naqay, nima deyapsan? Piyozgul baland ohangda asabiylashib javob qaytardi. Hech narsa, ey mitti changdon sohibasi. Atirgulni kuchli hiqichoq tutgancha dedi. Nima? Hindguli barchaga qarata baqirdi. Bo'ldi, yetar bas. Qanaqa gul bo'ldilaring o'zi? Hayo avvaliga cho'chib vaziyatni kuzatib turgandi. Atirgulning hiqichog'ini eshitganda esa kulib yubordi. Hayoning bu harakatidan Atirgulning jahli chiqib, u tomonga qaradi va baqirdi. Men yopmasimdan oldin o'zing gultojingni yop. Piyozgul Hayoga e'tibor berma. Kecha bizga yaqin joyda sayr qilib yurgan oshiq mashqni ko'rdim. Balki bugun ham shu yerdan o'tarlar. O'sha oshiq ma'shuqasiga un uzib bersa, qichqirishdan qutulamiz. Atirgul masxaromuz ohangda gerdagancha to'ng'illadi. Shisha idishda turadigan xushbo'y moyga aylangandan ko'ra, sevgi uchun qurbon bo'lganim yaxshi. Yasmin, oramizda insonlar xushbo'ylanadigan muattar attir bo'lishni istaydiganlar ham bormi? Biz asosan shartnomalarga chatib tikilganmiz xolos, dedi. Arabgul hafsalasi pir bo'lib, Hayo sheriklarini gapga tortdi. Nima haqida gapiryapsizlar? Piyozgul, tabiiyki har kuni gaplashadigan gaplar, orzularimiz haqida. Hayo, orzularingiz? Hindguli, ha nima, orzuyingni unutdingmi? Hayo, orzumni? Atirgul, ha hech qachon amalga oshmaydigan orzuyingni. Piyozgulning jahli chiqib Atirgulni jerkidi. Sen buni qayerdan bilasan? Hayo, orzuyim nima edi? Yasmin, shamolda chayqalganingga xotirangga zarar yetganga o'xshaydi. Hayo kalovlanib javob qaytardi. Ha, shunaqaga o'xshaydi. Piyozgul, abadiy yashaydigan quritilgan gul bo'lishni orzu qilarding-ku. Hayo, qurganimizdan keyin ham tirik qolamizmi? Hindguli, bilmaymiz, sendan oldin Binafsha bu orzuga yetishgandi. Hayo, Binafsha kim? Piyozgul hayron bo'lib, yana hazillashyapsanmi? Hayo, yo'q, haqiqatan ham shamol esgan paytda xotiramni yo'qotgan ko'rinaman. Yasmin taajjublanib so'radi. Rostdan ham uni eslay olmayapsanmi? U sening eng yaqin dugonang edi. Hayo, yo'q, eslay olmayapman. Atirgul, eslashga arzigulik hech narsa yo'q. U ham xuddi sen kabi aqldan ozgan ahmoq gul edi. Piyozgul Hayoga, uning gaplariga e'tibor berma. Hayo, uning orzusi ham mening orzuyimdekmidi? Yasmin, ha, ikkovingiz ham quritilgan gul bo'lishni orzu qilardingiz. Hayo dedi. Sizlar ham shuni orzu qilasizlarmi? Piyozgul, yo'q, har birimizning o'z orzuyimiz bor. Hayo, sizlarning orzularingiz qanday? Atirgul, men oshiqning ma'shuqasiga beradigan tuhfasi bo'lishni istayman. Hindguli, men muattar hidimdan xushbo'y atir tayyorlashlarini orzu qilaman. Piyozgul, mening orzuyim asalarilar uchun nektar manbaiga aylanib, bir marta bo'lsa ham asal ishlab chiqarilishda qatnashishdir. Yasmin, mening orzuyim juda oddiy. Umrining so'nggi damlarini yashayotgan bemorga ziyoratchilar tarafidan beriladigan tuhfa bo'lishini istayman. Atirgul kinoya bilan Yasminni koyidi. Har doimgidek ma'yussan. Orzuying ham o'zingga o'xshagan qayg'uli. Hayo dedi. Orzularingiz g'aroyib ekan. Piyozgul, nimasi g'aroyib? O'zing quritilgan gul bo'lishni orzu qilasan-ku? Biz buni g'aroyib demayapmiz-ku. Hayo, mening orzuyim hech qachon bunday bo'lmagan. Arabgul ajablandi. Orzuying o'zgardimi? Hayo dedi. Orzuyim bunday bo'lmaganki, uni o'zgartirsam. Atirgul, unday bo'lsa sening orzuying nima? Hayo, menimi? Yasmin, ha, seni nima orzu qilasan? Hayo mag'zunlik bilan, bilmayman. Ehtimol yana bir bor Arandas bilan ko'rishishnidir. Piyozgul, Arandas? Bu biz bilmaydigan gullardan birimi?
Hayo sarosimaga tushib qoldi. Yo'q, gapimga e'tibor berma. Hindguli, senga nima bo'ldi, Nargiz? Bugun sira o'zingga o'xshamayapsan. Hayo mavzuni o'zgartirishga urindi. Unga nima bo'lganini qayerdan bildingiz? Axir biz bu uzun poyalar bilan o'ralgan keng dalaning o'rtasidamiz. Osmonni ham zo'rg'a ko'ramiz. Piyozgul, kim haqida gapiryapsan? Hayo, dugonam Binafsha haqida. Uning orzusi amalga oshib, o'zi istagandek quritilgan gulga aylanganini qayerdan bildinglar? Gullarning bari Hayoning aytgan gaplarini eshitib, go'yo u g'alati yoki gapirishi mumkin bo'lmagan sirni aytgandek taajjublangancha unga tikilib qolishdi. Lekin Hayo ularning sukutiga e'tibor bermasdan yana savolini qaytardi. Uning orzusi amalga oshib quritilgan gulga aylanganini qayerdan bildinglar? Uzoq davom etgan jimlikdan keyin Hindguli gap boshladi. Sen kimsan? Hayo biroz qo'rquv aralash hayrat bilan javob berdi. Menmi? Men dugonangiz Nargizman. Atirgul xavotirli inkor ohangida, Nargiz bunaqa gaplarni gapirib, orzularimizni inkor qilib, ularni yolg'onga chiqarmasdi. Hayo talmovsirab qoldi. Men sizlarni yolg'onchiga chiqarmayapman, shunchaki so'rayapman. Piyozgul g'azab bilan gapga aralashdi. Sen Nargiz emassan. U senga o'xshab orzularini chilparchin qilmasdi. Kimsan sen? Hayo, xayol orzular uchun asos bo'la olmaydi. Yasmin jahl bilan baqirdi. Nargiz qani? Hayo xavfsirab dedi. Yaxshi, aytganlarimni darhol unut. Afsusdaman. Hayoga birorta ham gul javob qaytarmasdan sukut saqlash yo'liga o'tdi. Biroz muddatli jimlikdan keyin Hayo boshqa gullar bilan gaplashishga harakat qilib ko'rdi. Lekin ularning hech biri unga javob qaytarmasdan jim turaverdi. Quyosh botib, gullarning sukunatiga cho'mgan makonni battar jimjitlik egalladi. Atrofga chigirtkalar, chirillar, boshqa tovush eshitilmasdi. O'y-xayollar bilan yakka, biror bir suhbatdoshsiz qolgan Hayo o'zi turgan makondan qo'rqa boshladi. Hayo bir necha soatlik tafakkurdan keyin mudray boshladi. U asta-sekin chuqur uyquga ketdi. Hayo shu bilan tongda uni yaqin joydan eshitilayotgan suhbatdan uyg'ondi. Hayo avvaliga gullar u bilan yana gaplashib boshladilar deb o'yladi. Lekin gullarga nazar solgach, qulog'iga eshitilayotgan ovoz ularning birortasidan yangramayotganini, balki teparoqdan kelayotganini angladi. Hayo suhbatlashayotganlarni ko'ra olmadi. Lekin bo'layotgan suhbat unga aniq-tiniq eshitilib turardi. Suhbat yigit bilan qiz orasida kechardi.